Nima uchun hozir dinozavrga o'xshash cho'ng quruqlik jonliqlar mavjud emas? Bu hammamizning qiziqishini qo'zg'aydigan tema. Undaqdan burun bor bo'lgan tini g'oyat zo'r bo'lgan bu quruqlik hayvonlari hozir yo'q bo'lib qoladi. Bu masala haqiqatan muhokama qilish qarziydi. Bu gapni anglab ba'zilar ko'kkicho deb turilishi mumkin. Men davatgan quruqlik hayvonlari juma akila, insonlar chang tutinglar. Gapimiz qaytib kelsak, amaliyotda dinozavrdek yo'g'on hayvonning yo'qolishi tuvandagi omillar bilan munosabatli. Birinchidan, hozirgi zamon o'simliklari tadrijiy taraqqiy qilib, texnik murakkab qurilma va mudofaa mexanizmini barliqqa keltirgan. Yepiq uruqliq o'simliklarning yo'pirmog'ida mineral modda va mum moddasi bor bo'lib, oson hazm bo'lmaydi. Pilga o'xshash cho'ng quruqliq hayvonlari badan shaklini saqlash uchun kuniga 18 soat atrofida oziqlik yeydi. Kala qatorliqlar ko'shash orqali hazm qilish unumini oshiradi. Dinozavr davridagi o'simliklarning ko'pincha paporniklar va yalang'och uruqliq o'simliklar bo'lib, yumron, shirinlik, oson hazm qilinib, so'mirilib, cho'ng tipdagi o'txo'r dinozavrni yetarli energiya bilan ta'minlaydi. Ikkinchidan, ko'kkit qatorliq cho'ng tipdagi dengiz o'ki hayvonlari oziqlik suzish mexanizmini qo'llanib, ko'p miqdordagi oziqlik darajasi tuvan laylim jonliqlarni oziqlik qilib yetarli energiyaga erishadi. Ammo quruqlikdagi hayvonlarning yemeklikka erishish usuli nisbatan unumsiz. Masalan, yo'lbars qatorliq ovchilar ko'p miqdorda energiya sarf qilib, uni qo'g'laydi. Uning ustiga ko'kkitga o'xshash ko'p miqdorda yemeklikka erishish tez. Bu nuqta quruqlikdagi hayvonlarning tan shaklining taraqqiyotini cheklab qo'ygan. Uchinchidan, hozirgi zamon quruqlik ekologiya sistemasida hayvonlar murakkab raqobat va yashash besimiga duch kelmoqda. Balki cho'ng tipdagi hayvonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilish uchun yetarli bo'shliq va boylik yo'q. Holbuki dinozavr davrining ekologiya muhiti nisbatan oddiy. Raqobat besimi kichik, texmi ko'p ekologiyalik bo'sh o'rinlar bor bo'lib, dinozavrning tan shaklining tadrijiy taraqqiyotini bo'shliq bilan ta'minlagan. To'rtinchidan, cho'ng tipdagi hayvonlarning so'nggi va muskullari g'oyat zo'r besimga bardoshlik berishi kerak. Hozirgi quruqlik hayvonlarining fiziologiyalik qurilmasi tadrijiy taraqqiyot jarayonida hozirgi badan shakliga moslashgan. Shunga dinozavr balkim tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi voz kechilgan bir tal shaxmatning urug'i bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Beshinchidan, dinozavr davrining klimati nisbatan iliq va nam bo'lib, yepinchi o'simliklar buyuk baraqsan o'sgan. Cho'ng tipdagi hayvonlarning muvofiq yashash muhiti va yetarli yemeklik bilan ta'minlagan. Holbuki hozirgi zamon klimat sharoiti murakkab va o'zgarishchan. Sovuq rayonlar hayvonlarning tan shaklining taraqqiyotini cheklab qo'ygan. Qurg'oq rayonlarning yemeklik boyligi kamchil bo'lib, cho'ng tipdagi hayvonlarning yashashi foydasiz. Ish qilib hozir undaq hayvonlarning bo'lmag'ini tadrijiy taraqqiyotning bizga bergan eng yaxshi sovg'asi bo'lishi mumkin.